Mana men dangasaman degan narsani olib tashlang. Hech qaysi birimiz dangasa emasmiz. Hammamizni kuchimiz bor, hammamizni energiyamiz milliard aslida. Shunchaki tanani tekshirish kerak. Tanada nimadir sodir bo'lishi mumkin. Bu jismoniy energiya va shu yerda har 6 oyda tahlil topshiring. Ferritin, gemoglobin, D vitamini doimiy topshirib turing. O'zingizni shaxsiy shifokoringiz bo'lsin. Bu qimmat emas va o'zingizni muhim deb hisoblashni boshlang. Ya'ni sog'lig'ingizdan tejamang. Mana o'zini birinchi o'ringa qo'yish nima degani? Shunchaki o'zidan tejamaslik. Elementar narsaga, "Yo, sog'lig'im bu. Bu sog'lig'im, bu menman. Men bilan nimadir sodir bo'lsa, ertaga kasal bo'lib yotib qolsam agar, men kechirasiz, real shunaqa biz hech kimga kerak emasmiz." Biz qaytangi muammo tug'diramiz odamlarga, atrofimizga. Kuchga to'lgan, energiyasi million, harakat qilyapti, nimalargadir erishayotgan ayolga doim havas qilishadi. Kuchsiz, holsiz, o'zini doim jabrdiyda pozitsiyasida ko'rib, falonchim yomon, u kimga kerak bunaqa ayollar? Shuni o'tirding, "Mazam yo'q, bilasizmi, shunaqa kasalman" desa, shuni o'tirasiz, "Rahmat, sog'ayib keting, yaxshi qoling" deysiz, turib ketasiz. Hech kim o'tirgisi kelmaydi. Va mana shunaqa paytda shuni tushunishingiz kerak, sog'liq birinchi o'rinda va biz o'zimizga birinchi o'rinda energiyamiz yaxshi bo'lishini xohlasak, jismoniy energiyamizga e'tibor berishimiz kerak.